Bugungi videomizga xush kelibsiz, azizlar. Bugun sizlar bilan shunaqa bir mashinani ko'rib chiqamizki, ko'rgan odamning ko'ngli chaqmoqda yalt etib tushadi, yuragi esa VIP mehmon kutayotgan saroydek kengayib ketadi. Chunki oldimizda turgan yangi Foton VR oddiy mashina emas, zamonaviylikning, qulaylikning, texnologiyaning va ko'rinishning bitta tanada jam bo'lgan haqiqiy yo'lbarsiga o'xshaydi. Hali ko'rinishidan gap boshlamay turboq aytish mumkinki, u sizni uzoqdan ko'rib, keling, egam, zamonaviy dunyoga kiramiz, deb chaqirayotgandek tuyuladi. Chunki uning agressiv va bir zumda ko'zni tortadigan old grili, LED chizikli faralari, aerodinamik shakli va qora yaltiroq bo'yoq ostida yaltirab turgan yuzi insonning o'ziga yarashgan kundalik makiyub qilganiga o'xshab mukammal uyg'unlikni beradi. Shu bilan birga dizayndagi keskin chiziqlar unga "men jiddiyman, lekin ba'zan hazil ham qilaman" degan kayfiyatni qo'shadi. Ya'ni siz bu mashinani haydab ketayotganingizda odamlar sizga qarab, "Bu bola kim o'zi, qayoqqa shunaqa havas bilan ketayapti" deb bosh qotirishi aniq. Chunki Foton VR tashqi ko'rinish bilangina emas, ichki qulayligi bilan ham o'zining kimligini ko'rsatib turadi. Saloniga kirganingizda sizni premium materiallar, zamonaviy multimedia tizimi, teginilganda issiqlik qaytaradigan sifatli charm o'rindiqlar va boshqaruv panelidagi futuristik ko'rinishdagi ekranlar kutib oladi. Rul tagidagi yumshoqlik va tugmalar joylashuvi haydovchini qiynamasdan ko'proq zavqlantirishga mo'ljallangani bilinadi. Xuddi mashina shunday deydi: "Siz o'tiring, qolganini men hal qilib beraman" deb yana hazillashib qo'ygandek. Bu mashina yo'lakdan chiqqanda ham jilmayib, har bir burilishni ham zavq, ham ishonch bilan bajaradi. Chunki uning past suspenziyasi yerdan uzilmaydigan professional sportchi yuguruvchiga o'xshaydi. Haydash jarayoni esa silliq, jim va bejirim bo'lib, ichkarida o'tirgan har bir kishi o'zini VIP mehmon kabi his qiladi. Hatto orqa o'rindiqda o'tirgan odam ham shu "mashina meniki deb qo'ysam bo'ladimi" deb o'zicha rejalar tuzishni boshlaydi. Foton VR'ning texnologik jihatlari haqida gapirsak, bu mashina xavfsizlik tizimiga, aqlli sensorlarga, avtomatik masofa nazoratiga, tejamkor dvigateliga va yuqori barqarorlikka ega bo'lib, uzoq yo'llarda sizni charchatmaydi. Ayniqsa, yolg'iz kechki haydashlarda faralarning yorqinligi va yo'llarni keng yoritishi sizga o'zingizni super qahramondek his qildiradi. Chunki mashina bir zumda har qanday yo'l sharoitiga moslashib ketadi. Bu esa haydovchiga qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi. Foton VR haqida gap ketganda, uning yon ko'rinishlari, orqa chiroqlari va ikki burchakli chiqaruvchilari ham o'ziga yarasha jiddiy obraz yaratadi. Mashinaga bir qarashda yoqish, ha, bu zamonaviy va o'ziga bino qo'yishni biladigan avtomobil degan fikr tugiladi. Go'yo u shunchaki temir emas, balki xarizma va ishonch bilan to'ldirilgan tirik obraz. Xullas, birodarlar, Foton VR bu hozirgi zamonning haqiqiy yorqin namunasi. Haydovchiga ham, yo'lovchiga ham birdek mamnuniyat beradigan mashina. Bugun biz uni birga ko'rib chiqdik. Endi sizlardan kichikkina, lekin juda yoqimli iltimosim bor. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Fikrlaringizni kommentda qoldiring. Qaysi mashina haqida keyingi videoda gaplashishimizni yozib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, bizni juda xursand qilasiz. Do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun eng katta kuch. Rahmat va doimo shunday kayfiyatda qoling.